Joriy hafta davomida viloyatimizning g'allachilikka ixtisoslashgan tumanlarida fermerlar uchun qishloq xo'jaligidagi dolzarb agrotexnik tadbirlardan biri g'alla parvarishi bo'yicha seminarlar tashkil etildi. Zardor tumanida o'tkazilgan seminar tafsilotlari haqida navbatdagi lavhamizda so'z boradi. Rizq nasibamiz bo'lgan g'alla parvarishi ham qishloq xo'jaligidagi jiddiy e'tibor talab etadigan muhim yo'nalishlardan biri. Ushbu jarayonda muddat, sifat va miqdorga to'liqligicha amal qilinishi lozim. Bu esa hosilning mo'l bo'lishini ta'minlaydi. Zarbdor tumani Sharq Yulduzi fermer xo'jaliklari hududiy uyushmasidagi Nayman Risk to'pi fermer xo'jaligining g'alla maydonida o'tkazilgan amaliy seminarda ham mana shu talablar alohida qayd etildi. Ta'kidlanishicha, joriy yil hosili uchun tuman dehqonlari tomonidan 13100 gektar maydonda g'alla parvarishlanmoqda. Seminarda ana shu maydonlarda olib borilishi zarur bo'lgan agrotexnik tadbirlar, xususan bug'doy ko'chatlarini mineral va mahalliy o'g'itlar bilan oziqlantirish, begona o'tlar hamda kasalliklarga qarshi ishlov berishda qo'llaniladigan uslublar, me'yorlar haqida qishloq xo'jaligi mas'ullari tomonidan tegishli maslahat va tavsiyalar berildi. Fermerlarga, dehqonlarga ko'rgazmali seminar bo'lyapti. Endi bunda asosan g'allani hozir oziqlantirish birinchi navbatda zangga qarshi ishlash kerak, o'tga qarshi ishlov berish kerak, suspenziya qilish kerak. O'sha nimalarni fermerlarga mutaxassislar kelib tushuntiryapti. Hozir kechagi kunduzda birinchi o'rinda zangga qarshi dori sepishimiz kerak, oziqlantirishimiz kerak. Qishda bu yil mana g'allamiz uxlamay kirdi. Endi bunga hozir faqat bunga oziqa berish kerak. Oziqa bersa, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Niyatimiz 100 sentner g'alla olish. Seminarda qayd etilishicha, qish faslida qorning kam yog'gani, ko'klam oylarida kuzatiladigan tabiat injiqliklariga ko'ra, bu yil g'alla maydonlariga zang kasalligining tushishi ehtimoli katta bo'ladi. Shundan kelib chiqib, dehqonlarimiz taraddudni hozirdanoq boshlashi, zang kasalligining oldini olishga qaratilgan zarur agrotexnik tadbirlarni o'z muddatida sifatli olib borishlari fermerlarga yana bir bor tushuntirildi. Tadbir davomida dala madaniyatiga amal qilgan holda maydon chetlariga turli daraxt ko'chatlarini o'tkazish, oshqovoq singari ekin turlarini ekish bo'yicha ko'rsatmalar berildi.